Hürmetli kuzatuvchilar, Bog'ot Avtosavdo kanalına abone olsunlar. Aziz yurtdoshlar, bugün 25 avgust 2026 yil 2018 ishlab chiqarilgan 70 ming probeg yurtidan Captiva avtomobilimizning 186 million so'mga urgancha og'amizga savdo etib qo'yamiz. Tabriklaymiz. Hayırlı yo'laklar olsun. Rahmat. Mashina ajoyib gapingizdagi. Rahmat sizga. Razımsınız? Men roziman, sen rozimisan? Razımız. Yaxshi kunlar. Kuzatamiz sotgan avtomobilimiz 2018 edi. Mashinamiz diniq holatda 100% bo'ladi. Metan gaz ustidan qilingan 4 ta yumshoq koloni bor. Avtomobilimizni 186 million so'm pula urgancha savdo etdik. Og'alarimizga xudo xolasa ketdi. Hurmatli obunachilar, kelaverasiz. Shunday zo'r chiroyli narxlarda Captiva'lar kerak bo'lsa ko'rishlaringiz mumkin. Captiva'larimiz juda ham ko'p. Mana do'stlar. Sizlardan keyin hurmatli obunachilar, shunday sotilgan mashina bo'lsa, bemalol olib keling do'stlar. Kelishsak, naqdlanamiz. Siz bilan kelishmasak sotib beramiz. Barchani kutib qolaman Bog'ot Avtosavdoda. Hurmatli obunachilar, bu mashinalar ham shu ega olib sotar bizlarga sotib beradi, berib qo'ydi. Shu aytgan narxini, ma'lumotini aytib, do'stlar, savdo qilib o'tiribmiz. Shu ham men bir yurtdoshimiz sotib berar ekan, yana aytgan bahosini chiqarib, normal niyatib, rozi etib, savdo qilib berdi. Urgancha ketdi mashinamiz. Rahmat kelaverasizlar.